Effekt qanchalik sezildi? 40-50%. Hop, bu hozirgi lecheniya nechinchi kurs lecheniya bo'lyapti? Ikkinchi kurs lecheniya bo'lyapti. Hop, birinchi kurs lecheniyada o'zi kelganingda qatlaringda oqdoli bor edi? Ko'zimda, qulog'imda, yuzimda, qo'limda deb barmoqlarimning ichida bor. Hop, birinchi kurs lecheniyadan keyin effekt qanchalik sezildi? 40-50% oqdoli yopilishi kuzatildi. Esingda bo'lsa birinchi kurs lecheniya 10 kun emas, yana uzoqroq olgan edi, ya'ni fizioterapiyani qancha uzoqroq muddat olinsa, bu effekt shunchalik yaxshi bo'ladi dedim. Effekti ancha sezildi. Hozir ikkinchi kurs lecheniyani 10 kunligi olindi, yana 10 kun kunora fizioterapiyaga kelsam, xudo xolasa yana bir 10 marta olganingdan keyin ancha effekti ham bilinadi. O'sha uyda dorilar, mazani surib olsan, hammasi aytgandek bo'lyapti. Endi asosiy fizioterapiya 10 kun olingandan keyin yana qo'shimcha bir 20 marta, 30 marta bu fizioterapiyalar olinadigan bo'lsa, effekt shunchalik yuqori bo'ladi, yaxshi natija ko'rsatiladi. Shuning uchun 10 kun oldin bo'ldi, bu lecheniya tugadi degan emas. Fizioterapiyani yana davom ettirish kerak bo'ladi. Rahmat.